Assalomu alaykum. Mana bugun bemorimiz Xorazmdan kelganlar. Bularni diagnozlari tizza gonartrozi bilan kelganlar. Bularda oyoqda og'riq, kechasidagi oyoqlarning tagidagi tovondagi qizishlar, keyin nagruzka veslari hisobiga, to'lali hisobiga oyoqda og'riqlar seziladi. Kun davomida kechki payt ayniqsa yotgan paytda shu oyoq qizishlariga shikoyat qilib kelganlar. Mana bugun bularni 3-kunlari 2 kun davomida oyoq massajini olib bordik. 3-kunga mana bonka bilan ishlov beryapmiz. Orqa tomonidagi mishsalar yumshatilib, undan keyin tizza tomoniga, ikki tomoniga bonkani qo'yib berib, undan keyin yaxshi effektini olishimiz mumkin. Shu natijasida oyoqdagi og'riqlar, kechasidagi tovon tagidagi qizishlar ancha kamayadi. Buni hisobiga oyoqdagi massa suv hisobiga shish bo'lgan bo'lishi mumkin, yurakdagi o'zgarishlar hisobiga, pochkadagi o'zgarishlar hisobiga bo'lishi mumkin. Ana shu patologiyani oldini olish uchun oyoqqa bonka yordamida biz davo berishga harakat qilamiz.